Muhaciratdagi xonim-qizlar ilmcheyi ovozliq asar supsi. Dunyodagi eng baxtli ayol. Avtori doktor Oyiz Qarni. Ovozda Bashagim qizi Xushtari Nur. Bugungi kunda ruhiyat ilmi, ya'ni psixologiya taraqqiy qilib, uning tadqiqot samaralari tibbiy sohada keng qo'llanilmoqda. Moddiy dorilar bilan saqaytish tas bo'lgan turli kasalliklar ruhiy psixik davolash natijasida shifo topmoqda. Bizningcha Muhammad sallallohu alayhi va sallam musulmonlarning tunji ruhiyat ustozi bo'lish sifati bilan o'z davrida yuz bergan ruhiy masalalar va ruhiy kasalliklarga unumli dori bergan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam yezib bergan bu retseptlar helimu shu peti mavjud. Hammamizga ma'lumki, Uyg'urlar musulmon qavm. İslam ümmetining bir tamchisi bo'lish sifati bilan Uyg'urlarning e'tiqodi va turmush odatlari islom libosini kiygan. Uyg'urlarning til iste'molidami kuchli islom puruqi bor. Tafakkuri va urf-odatlari islom kategoriyasiga kiradigan bir xalq. Ruhiy jihatdami islom tuyg'usiga tuyungan bo'ladi albatta. Yaqinqi 10 yil mobaynida diyorimizda ruhiyat sohasiga bag'ishlangan nurg'ulg'an asarlar vujudga keldi va kelmoqda. Halbuki bu asarlarning to'lisi yot el va yot e'tiqod sistemasidagi olimlar tarafidan ro'yobga chiqarilgan bo'lg'achqa, foydalanish qiymatining nihoyatda yuqori bo'lishiga qaramay, xalqimizning e'tiqodi va turmush odatiga mos kelmaslik hodislari mavjud. Uyg'ur kitobxonalaridagi bu sohaga bag'ishlangan asarlar ichida xalqimizning islom e'tiqodi va milliy urf-odatiga uyg'un asarlarning to'limi ozligini tunib yetganimdan buyon bu sohada izlanish istagi menga hamroh bo'lgan edi. Ammo turli sabablar tufaylidan to bugungacha biror samaralik xizmatni ro'yobga chiqara olmay keldim. Saviyam cheklik bo'lganligi va sharoitim yor bermaganlikdan cho'ngroq hajmdagi ijodiy asarga tutush qilolmadim. O'zim qilolmaganlikdan boshqalar qilganini bo'lsa-mu tunishtirib turay degan maqsadda ushbu kitobni tarjima qilib chiqqan edim. Mana endi oddiy bo'lsa-mu 10 yillik ilm yo'lidagi jafoliq riyozatlarimning tunji samarlaridan bir sifatida bu kitobni huzuringizga sunmoqdaman. Xolis duoyinglarda kaminining tinining sog'lom, ilmining ziyoda, ishlarining o'ngishli bo'lishini tilab qo'ygaysizlar. Gerçi bu ijodiy asar bo'lmasa-mu, ammo biz bilan bir e'tiqod sistemasidagi nufuzli olim tarafidan yozilgan bir yaxshi asardir. Asar muallifi doktor Oyiz Qarni hozirgi zamon islom dunyosidagi donliq va mo'l usulli olimlardan biri. U turli ilmiy faoliyatlar, jamoat so'rovlari va televiziya programmalarining aktiv ishtirokchisi bo'lib, har xil temalarda nutq so'zlaydi va leksiya o'qiydi. U bugungacha son-sanoqsiz nutq leksiyalarni so'zlagandan sirt 30 parchadan ortiq kitob yozgan. Asarlari arab islom dunyosining ichi va sirtida keng olqishga erishib kelmoqda. Mazkur kitob ayollarga bag'ishlangan, ruhiyatni tangshish usullari va turli psixik maslahatlar tunishtirilgan nodir asar bo'lib, islom dunyosining musulmon ayollar, shundaqla butun dunyo xonim qizlariga sungan qimmatli sovg'asi hisoblandi. Kitobning mazmuni ruhning haqiqiy o'ziqi bo'lgan diniy va falsafiy hikmatlarga to'yingan. Bu nuqul aql va moddiyatchilik falsafasi bo'yicha tahlil elib boradigan psixologiyaga oid asarlarga qaraganda xos alohidlik ega bo'lib, o'qirmanga o'ziga tuzoq ato qiladi. Kitob yiqimliqliq she'riy til bilan yozilgan, tili ravon, tushunishlik, ilhom bag'ish, hajmi kichik bo'lish bilan birga qisqa bob paragraflarga bo'lingan. Elib yurib o'qishga va tanlab o'qishga to'lim mos keladi. Tarjima qilg'uchidan. Allohning parvardigor ekanligi, islomning dinimiz ekanligiga, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarimiz ekanligiga rozi bo'lgan har bir musulmon ayolga, haqiqat yo'liga ergashgan ulug' burchini zimmasiga olgan har bir qizga, o'zining tili orqali kurash qilib, qimmat qarashlarini qo'g'dab, ruhini poklagan har bir o'qituvchiga, balalarini Allohdan qo'rqadigan, sunnatga rioya qiladigan, go'zal axloqni ulug'laydigan qilib tarbiyalagan har bir onaga, g'am, qayg'u va azob-uqubat tortgan har bir ayolga bag'ishlayman. Sizning qiyinchiliklardan qutulishingizga yordam beradigan bu xush bishoratni Allohning iltifoti, madaniy va g'oyat zo'r ajr mukofoti bilan qo'shib, xushallik bilan qabul qilg'aysiz. Sizning qiyinchiliklardan qutulishingizga yordam beradigan bu xush bishoratni Allohning iltifoti, madadi va g'oyat zo'r ajr mukofoti bilan qo'shib, xushallik bilan qabul qilg'aysiz. Muqaddima.
Cimi mədihiyə aləmlərin pərverdigari Allahqa xasdır. Allahның elçisiga və onun ailəsidagilərə, sahabelərə, şundaqla barlıq əgəşküçülərə rəhmət və salam bolsun. Bu kitab Müslüman ayolga Allah ata qilgan imandan və ko'rsatgan iltifatdan zo'qlanishni tavsiya qilish bilan birga azoblangan, ruhsizlangan və dard alamga mubtalo bo'lgan har bir kishiga umid və xush bishorat elib keladi. Shundaqla Müslüman ayolni nijotlikni kutishga, xafalikdan keyingi osonlikni istashga chaqiradi. Bu kitab uning aqli və ruhiga shunda xitob qiladi. Sabr bilan Allohning savobini izlang. Ruhsizlanmang. Bel qo'yib etmang. Jasorat bilan ilgirlang. Chunki qudratlik Allah siz bilan billa. U sizni mamnun qiladi va qo'g'daydi. Hemşirim, bu kitobni o'qing. Uningda ro'shan oyatlar, sahih hadislar, tiran fikrlar, ilhom baxsh qissalar va bitmas tugamas hikmatlar bor. Bu kitobni o'qing. U hasratning ko'langisini, qo'rqinch va ansizlikning qabohitini qo'g'lab etadi. Bu kitobni o'qing. U Kallınızdaki çırmaş xiyallarni, ezitqu vesveslarni yo'qotishingizga yordamlashib, siz uchun iman, xotirjamlik, shodlik, saodatga to'lgan bir yo'lni ko'rsatib beradi. Allah sizga ikki dunyolik baxt, saodat ato qilgay. Allah sizdan rozi bo'lgay. Chunki Allah nihoyat shafqatli, nihoyat mehribon zotdir. Bu kitob xuddi yorqin fikrlar qo'shilgan xazina kabi hayotingizni zinnatlaydi. Onungda saqlanğan bəxt və həqiqət durdanlarının qimmati yaltıraq, izitqu, altın gümüşni besib düşüdü. Sizdə bu kitab bolsa, sizning qayta hər qandaq dunyolikdan pərdazğa, quruq zibuzun netga, saxta qiyafət və birdamlik modaga xoşunuz qanmaydı. Bu mənəvi baylıqlar bilan özünüzni bizang. Turmushdagi hər qandaq sorunda ularni taqib eling. Bu halda Allah xolisa dunyodagi eng baxtli ayolga aylanasiz. İlim, mərifət və təlim-tərbiyyədən bəxtə tutaşqan yolunu tapqılı buludu. Bununla romantik muhabbət hekayələri bilən yetkili olmaydı. Undaq hekayələr oqurmanni reallıqdan ayırıb şirin cüş və xam xiyal qaynamağa qərq qılıdı. Faqat eziqish və ənsizliklə elib kelidi. Əməliyyatda nəticəsi onundanmı osal bo'lishi mümkün. Xuddi kishilarga aldamchilik, jinoyat və bulangchilikni o'rgatilgan. Acaba Kirstning hekayəlariga o'xshash. Mən dünyadakı danlıq romanlardan Talanmalar namlıq məcmuani oxudum. O Nobel mükafatına erişkən romanlar toplamı idi. Mən bu hekayələrdə ağır xatalıq və cəhalətinin mövcudluğunu hiss qıldım. Şübhəsiz ki, nuqul ədəbi icadiyyat və təsvir maharəti nöqtəsindən qaraganda ularning bəziləri intayın yaxşı. Məsələn, Hemingwayning Buvay və Dengiz degan romani haqida boshqa chakana mazmunlardan, tushkun ideyalardan və ədəbi zo'rvallikning asoratlaridan xoli asarlar. Har bir aql ayol munavvar arab və islom ədəbi meroslarini o'qishi lozim. Məsələn, Tantavi, Kaylani, Manfiluti, Rafi'i qatorliqlarning kitoblari. Bu pokiz, axloqliq və vijdonli kishilarning hammasi bir aniq uchur tarqitadi. Men bularni tilga oldim. Chunki men kitobimning har qandaq yot, puchak ideyalarga ta'sirga uchrab, haqiqatan qing'ir ketishni xohlamayman. Amaliyotda nurg'un kishilar ashu atalmish dangdar g'arb yozuvchilarining asarlarining qurboni bo'lib ketdi. Mehribon Alloh o'qurmanni ashu nachar ideyalarning chirtishiga uchrashdan saqlagay. Nimalar degan bilan Alloh o'zining kitobida Allohning elchisi o'zining sunnatida bayon qilgan qissalar, shundaqla durust xalifalar, olimlar va solihlarning shonliq tarixi boshqa har qanday hikoyadan manfaatlidir. Siz haq dinning hidoyatiga, iymon va islom an'anasiga noil inson Allohning marhamati uchun xursandlikka cho'mishingiz kerak. Doktor A.S. Qarni